O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'z faoliyatini 1949-yil Toshkent davlat chet tillari pedagogika instituti nomi bilan boshlagan. Universitet 75 yillik tarixga ega. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1992-yil 12-maydagi 401-sonli farmoniga asosan Toshkent davlat chet tillari pedagogika instituti hamda Respublika rus tili va adabiyoti pedagogika instituti negizida O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tashkil etildi. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari soni 27 ta. Bugungi kunda universitetda jami 23168 nafar talaba, kunduzgi ta'lim yo'nalishida 17585 nafar, kechki ta'lim yo'nalishida 4104 nafar, sirtqi ta'lim yo'nalishida 680 nafar, qo'shma ta'lim yo'nalishida 136 nafar talaba tahsil olmoqda. Magistratura mutaxassisliklari soni 19 ta, magistrantlar soni 663 ta. Universitet o'zining salkam bir asrlik tarixida ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, xalqaro miqyosda nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biriga aylandi. 2024-yil universitet uchun yutuqlarga boy bo'ldi. Ta'lim va ilmiy salohiyatni oshirish yo'lida. Universitetda ta'lim sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirda jami 1041 nafar professor o'qituvchi faoliyat yuritib keladi. 2024-yilda ilmiy darajaga ega professor o'qituvchilar ulushi 27,9% ga yetkazildi. Universitetda asosiy shtat kesimida ilmiy darajaga ega bo'lgan mutaxassislar soni 326 nafarni tashkil etadi. Ulardan 81 nafari fan doktori, 245 nafari falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qilgan, 39 nafari professor, 135 nafari dotsent ilmiy unvoniga ega. 2024-yilda universitetda 54 ta dissertatsiya himoya qilindi. Shundan 6 ta fan doktori, 48 ta falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyalardir. Ilmiy izlanishlar natijasida 2 ta innovatsion va 11 ta xalqaro loyiha amalga oshirildi. Professor o'qituvchilar tomonidan oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufidagi jurnallarda 1002 ta, xorijiy jurnallarda 1600 ta, universitetda tashkil etilgan xalqaro va respublika konferensiyalarda 1386 ta maqola chop etildi. Scopus Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazasida indekslanuvchi jurnallarda esa 45 ta maqola nashr qilindi. Talabalarning yutuqlari. 2024-yilda universitet talabalari ham qator yutuqlarga ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti stipendiyasiga 2 nafar, 1 nafar magistr, 1 nafar bakalavr, prezident grantiga 5 nafar, Navoiy nomidagi davlat stipendiyasiga 11 nafar, Islom Karimov nomli davlat stipendiyasiga 1 nafar, Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga 2 nafar, Alexander Feinberg stipendiyasiga 10 nafar, rektor stipendiyasiga 24 nafar talaba sazovor bo'ldi. Xorijiy tillar fan olimpiadasi g'oliblari soni 8 nafarni tashkil etdi. Talabalar xalqaro musobaqalarda ham yuqori o'rinlarni qo'lga kiritdi. Xitoy tili ko'prigi xalqaro musobaqasida 1 nafar talaba Grand Prix, 1 nafari 2-o'rin, 1 nafari 3-o'rin sohibi bo'ldi. Fransiya elchixonasi tomonidan tashkil etilgan Defi Inter Alliance 2024 xalqaro tanlovining Osiyo bosqichida 1 nafar talaba 1-o'ringa loyiq deb topildi. Universitet talabalari umumiy hisobda 73 ta xalqaro va respublika musobaqasida yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Ulardan 36 nafari sovrinli o'rinlarga ega bo'ldi. Universitetda ma'naviy ma'rifiy ishlar orasida 300 dan ortiq ma'naviy tadbir, Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida 50 ta ijodiy uchrashuv, 60 dan ortiq vatanparvarlik va ma'naviy ma'rifiy tadbir, 40 dan ortiq sport musobaqasi samarali tashkil etildi. Axborot resurs markazi 599979 ta kitob fondiga ega bo'lib, talabalarga samarali xizmat ko'rsatmoqda. Universitet hududida 800 o'rinli amfiteatr va davlat xususiy sheriklik asosida 1500 o'ringa mo'ljallangan talabalar turar joyini qurish ishlari boshlab yuborildi. 2024-yilda universitet UI Green Matrix xalqaro reytingida top 500 talik ro'yxatga kirdi. Z va QS reyting agentliklari platformalariga universitet ma'lumotlari kiritildi va reportyor maqomiga ega bo'ldi. Universitetda ta'lim jarayoniga jalb etilgan xorijiy professor o'qituvchilar soni 23 nafardan 2,3% 73 nafarga 7,3% ga yetdi. Xorijiy talabalar soni 75 nafardan 200 nafarga oshdi. Xorijga yuborilgan professor o'qituvchilar soni esa 97 nafardan 10% dan 2024-yil yakunida 256 nafarga 26% ga yetdi. Xorijiy grantlar va loyihalar hisobiga xorijga yuborilgan talabalar soni 32 nafardan 200 nafarga oshdi. 42 nafar xorijiy o'qituvchi va 63 nafar xorijiy talaba yotoqxona bilan ta'minlandi. Xalqaro loyihalar soni 18
8taga yetdi. AQSh elchixonasi, Britaniya kengashi, Erasmus+ va boshqalar. Erasmus+ dasturlari bo'yicha joriy yilning oktyabr oyida ICM Credit Mobility dasturi doirasida 2025-2028 yillarga mo'ljallangan 4 ta loyiha qo'lga kiritildi. El yurt umidi jamg'armasi bo'yicha 2024-yilda 16 nafar nomzod g'olib deb topildi. Xalqaro hamkorlik memorandum va shartnomalar soni 2024-yil yakunida 103 tadan 170 taga yetdi. 67 ta qo'shildi. Moskva davlat lingvistika universiteti, Adigey davlat universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yildi. Sankt-Peterburg davlat universiteti, Janubiy Koreyaning Keimyung universiteti, Xitoyning Dalian va Liaodin universitetlari, Malayziya fan universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish bo'yicha muzokaralar olib borildi va hujjatlar imzolandi. Indoneziyaning Lamdik Accreditation Council of Education xalqaro akkreditatsiya agentligi tomonidan ingliz tili va adabiyot yo'nalishi attestatsiyadan o'tkazilmoqda. Universitet qoshidagi qayta tayyorlash va malaka oshirish tarmoq markazi xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Turkiy At-Tanal Al-Arabiy Topik markazlari hamkorligi yo'lga qo'yildi. IELTS bo'yicha British Council va HSK bo'yicha Konfutsiy markazi bilan ish olib borilmoqda. Kompyuter lingvistikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabul amalga oshirildi. Ta'lim yo'nalishlari soni 27 taga yetdi. Professor o'qituvchilarning umumiy o'quv yuklamasi bir ish hajmi uchun 850 soatdan 620-740 soatga tushirildi. O'quv uslubiy kengash faoliyati yo'lga qo'yildi. Registrator ofis o'z faoliyatini boshladi. Universitet professor o'qituvchilar tomonidan 2024-yilda 36 ta darslik, 70 ta o'quv qo'llanma, 21 ta uslubiy qo'llanma, jami 127 ta o'quv adabiyoti yaratildi. 17 ta tilga qo'shimcha ikkinchi chet tili sifatida polyak, fin va urdu tillari o'qitilishi yo'lga qo'yildi. Jami 20 ta xorijiy til o'qitilishi ta'minlandi. Indoneziya akkreditatsiya kengashi bilan hamkorlikda xorijiy til va adabiyoti, ingliz tili bakalavriat ta'lim yo'nalishi tashqi akkreditatsiyadan o'tkazilmoqda. 152 kishiga mo'ljallangan test sinovlarini o'tkazish zali, kompyuter hab tashkil etildi va to'liq jihozlandi. Fanlar bo'yicha nazoratlar o'tkazilishi ta'minlandi. Video kontentlar tayyorlashga mo'ljallangan media markaz EduSmart tashkil etildi. Bugungi kunga qadar 100 dan ortiq video dars yozib olindi va 30 dan ortiq video kontent universitet sayti va YouTube platformasiga yuklandi. AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Norvegiya, Avstraliya, Xitoy, Yaponiya kabi dunyoning rivojlangan davlatlarining top 300 talik ro'yxatida bo'lgan 19 ta oliy ta'lim tashkiloti ta'lim dasturlari o'rganildi va qiyosiy tahlil qilindi. Tahlillar asosida 8 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi o'quv rejalariga yangi fanlar kiritildi. 8 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishining malakaviy amaliyotlari amaldagi 18 haftadan 15 haftaga qisqartirildi. Uzluksiz 15 haftani ta'minlagan holda 2024-yilda 4619 nafar bitiruvchining 2879 nafari, 62,3% ishga joylashdi.